bir avtomobilda belgilangan tezlikdan oshganda ogohlantiradigan funksiyasini programma orqali yoqib berganmiz. Hozir buni 63 qilib o'zimizga tanlab qo'ydik. 66 qilib qo'ysa ham bo'ladi. Tezlashib ko'ramiz. Hop, bu mashinaga mana bu pustoy knopka joyiga ham elektrik birodarlarimiz bor. Signalni ulab berishgan. Agarda sizda ham shunaqa knopka kerakli joylarda signal yoki shunga o'xshash narsa ulab berish kerak bo'lsa, qo'shimchasiga avtomobilning suyuqlik haroratini ham qo'shib berganmiz. Burada zavodskiy tablosida ko'rsatmaydi suv gradislarini. Hop, bemalol dvigateli, avtomat korobkaning gradisi, keyin bu yoqda to'pliva soatiga qancha ichayotgani, shu bakdagi benzindan qancha yurishi aslatib to'plivasi, mgновение расходlarni ham berganmiz.